Assalomu alaykum. Bugun biz jamiyatimizdagi eng katta illatlardan biri loqaydlik illati haqida suhbatlashmoqchimiz. Loqaydlik beparvolik, menga nima deyish, tepsa tebranmaslik, insonning jamiyat, millat taqdiri bilan bog'liq muammolariga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'lishni ifodalovchi ma'naviy illat. Loqaydlik kishining goh o'z hayoti, o'zgalar faoliyati, atrofda ro'y berayotgan voqea hodisalarga befarqligini anglatuvchi bir tushuncha. Hayot pozitsiyasining aniq emasligi, dolzarb vazifalardan o'zini olib qochish, el yurt, jamiyat va millat tashvishlaridan chetda turish loqaydlik belgilaridandir. Jamiyat hayotidagi voqea hodisalarga befarq munosabatda bo'lish, menga nima deyish nafaqat menga nima degan kishining, balki butun boshli jamiyatning boshiga balo olib kelishi mumkin. Keling, men sizlarga ertaknamo bir rivoyat aytib beray. Kunlardan bir kuni bir kishi uyining bir chetiga qopqon qo'yibdi. Qopqonni eng oldin sichqon sezibdi. Sichqon xo'rozning yoniga borib, "Xo'rozvoy, xo'jayin qopqon qo'ydi. Buni olib tashlamasak, bir kuni boshimizga balo bo'lishi mumkin" dedi. "Menga nima?" dedi xo'roz. "Qopqonga tushsang, sen tushasan. Bu seni problemang" dedi. "O'zing hal qil" dedi. Xafa bo'lgan sichqon qo'yning yoniga bordi. "Qo'y, xo'rozga aytsam mana bunaqa dedi. Xo'jayin qopqon qo'ydi, bir kuni boshimizga balo bo'ladi, shuni olib tashlaylik" dedi. Qo'y ham xuddi xo'rozdek, "Menga nima?" dedi. "Bu muammo seniki" dedi. "Sen shug'ullan bu muammo bilan" dedi. Xafa bo'lgan sichqon ho'kizning yoniga bordi. "Ho'kizjon, men bir gapni aytsam, xo'roz ham quloq solmadi, qo'y ham quloq solmadi. Balki sen quloq solarsan. Senga hech narsa emas bu muammoni hal qilish. Xo'jayin uyini chetiga qopqon qo'ydi. Bu qopqonga birortamiz tushsak, boshimizga balo bo'ladi" dedi. Ho'kiz ham kulib, "Hey sichqonboy, qopqonga tushsang, sen tushasan. Menga nima? Boshimni achitma" dedi. Haydavordi. Ittifoqo qopqonga ilon tushdi. Ilon qopqondan qutulish uchun rosa aylanib qiynalar ekan, unga yaqin kelib qolgan xo'jayinning ayolini chaqib oldi. Xo'jayin darhol ayolini tabibga olib bordi. Tabib ziddi zahar dori berdi va ayolingizga tovuq sho'rva ichiring deb uyiga qaytarib yubordi. Xo'jayin uyga kelishi bilan xo'rozni so'ydi va undan sho'rva qilib xotiniga ichirdi. O'zbekchilik bilasiz, darrov kasal bo'lganini eshitgan qarindoshlar ayoldan xabar olishga kela boshladi. Ayniqsa xotinlarning urug'i sel urug' bo'ladi. Juda ko'p odamlar hol so'rab kelayotganini ko'rgan xo'jayin nima qiladi? Ularga ziyofat qilish kerak. Ziyofat uchun go'sht kerak. U qo'yni so'ydi. Qo'y ham so'yildi va kelgan mehmonlar ziyofat qilindi. Afsus, tabib bergan dori kor qilmadi. Ayol dunyodan o'tdi. Dunyodan o'tgandan keyin odatlarimizni bilasiz. Xudoyi qilinadi. 3 deymiz, 20 deymiz, 40 deymiz, yil deymiz va hokazo urf odatimiz ko'p. Bularning hammasiga nima kerak? Pishir, kuydir va go'sht kerak. Xo'jayin endi ho'kizni so'ydi. Azizlar, qopqon qo'yilganda birinchi bong urgan sichqon edi. Xo'roz ham quloq solmadi, qo'y ham quloq solmadi, ho'kiz ham quloq solmadi. Nima bo'ldi? Xo'roz so'yildi, qo'y so'yildi, ho'kiz so'yildi. Ilon ham o'ldi, eng yomoni xo'jayinning ayoli ham o'ldi. Sichqon aytgan payti, bong urgan payti shuni olib tashlashganda shuncha falokat, shuncha kasofat yo ro'y berardi, yo ro'y bermasdi. Bugun jamiyatimizda ham xuddi ana shunday menga nima degan kayfiyat hukmron azizlar. Ta'lim izdan chiqqanda nima dedik? Menga nima dedik?
Nima bo'ldi? O'zbekiston Rossiyaga gastarbayterlar tayyorlab beruvchi mardikorlar fabrikasiga aylandi. Ta'limdan butunlay uzoq bo'lgan biznesmenlarga maktab darsliklari chiqarish uchun juda katta xalqning byudjetdan mablag'i ajratildi. Menga nima dedik? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Biznesmen o'rta maktab adabiyot darsligiga o'zining biznesmen bo'lgan boshqa bir sherigini kiritdi. Tasavvur qiling, adabiyot darsiga biznesmen kiritildi. Bu ham mayli. 3-sinf darsligiga seks kiritildi. Tasavvur qilyapsizmi? Xatolarga to'lgan darsliklar chop qilindi. Aytaymi, 1-sinf alifbo darsligiga tarvuzning rasmi qo'yildi-da, tarvuzning rasmi va u yerda 5 ta katak qo'yilgan. A'dan boshlanadi deb qo'yibdi. Nima u? Bu nimaga olib boryapti? Nimaga olib bormoqchi bizni? Bolalarimizni tarvuzni arbuz deyishga olib boryapti. Bu ruslashtirish, rus tiliga tayyorlash bo'lyapti. Qasddan qilinyapti bu narsalar. Saylovlarga chiqmadik. Menga nima dedik? Kim saylansa saylanaversin dedik. Nima bo'ldi? Rossiyada ishlayotgan farzandlarimizdan, ya'ni gastarbayterlardan soliq olishni taklif qilgan, meni kechiringu, tungi klublardan ushlangan fohishalarning qo'liga o'tgan kunlar kitobini bergan, qamoqdagilarga kitob berib, bitta o'qigan kitobi uchun qamoq muddatining 3 kunini o'tishni, ya'ni 3 kun qamoq muddatini qisqartirishni taklifini bergan deputatlar saylanmadimi? Mayli. Yana bittasi kirib o'tirib, tishini tish kavlagich bilan kavlab, ko'p go'sht yeyapmiz deganiga nima deysiz? Bunisi ham mayli. Hukumat, senat xalqni ziddiga qarorlar chiqarganda ham bir-biriga ko'z qisib, bu qarorlarni qarsaklar bilan olqishlayotgan deputatlar saylanmadimi? Hammasi nimadan boshlandi? Menga nima deb saylovga chiqmasligimizdan boshlandi. Endi oq deymizmi, voh deymizmi? Biz ovozimizni o'zimizni deputatimizga berib bo'ldik. U deputat qo'l ko'tarsa, biz qo'l ko'targan bo'lamiz, qo'l ko'tarmasa, biz ko'tarmagan bo'lamiz. Ana shu deputatlardan fikr olgan hukumat minimal iste'mol xarajatlarining 1 oylik qiymatini e'lon qildi. Tasavvur qiling. 621 ming so'm ekan. Demak, 621 ming so'm topgan kishi oilada 1 oy qiynalmasdan yashashi mumkin ekan. Endi bu qonunlarni qabul qilgan senatning bir ziyofatda bir marta bitta likopchaga qo'ygan holvasining narxi esingizdami? Buni biz sizga ko'rsatamiz hujjati bilan. O'sha bir likopcha holva 870 ming so'm edi. Bir likopcha holvani 870 so'mga olib yeganlar 621 ming so'm topgan oila mazza qilib 1 oy yashashi mumkin deyapti. Hammasi nimadan boshlangan edi? Menga nima deb saylovga chiqmasligimizdan boshlangan edi. Koshki edi bu loqaydlik ijtimoiy sohadagina bo'lsa. Afsuski, jinoyatlar borasida ham loqaydlik hukmron. Ruminiya ichki ishlar vaziri 15 yoshli qizning zo'rlanishida o'zini aybdor deb hisobladi va iste'fo berdi, bu lavozimdan ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 11 yoshli xorazmlik qizchalar esingizdami? 11 yoshli qizlarni 3 yildan beri zo'rlab yurgan xorazmlik qo'toslar esingizdami? Bu adliya boshqarmasining boshlig'i edi, adashmasam. Yana favqulodda vaziyatlar boshqarmasining boshlig'imidi, bo'lim boshlig'imidi, ish qilib kattakonlar edi. Tasavvur qiling, 11 yoshli qizlarni 3 yildan beri zo'rlab yurishgan. Ular necha yoshda bo'lishadi? 8 yoshli qizchalar bo'ladi. Astag'firulloh, hayvon qilmaydi bu ishni. 8 yoshli qizchani go'dak u, uni qo'lingga olib o'ynatadigan yoshda.
shu qizchalarini zo'rlagan qo'toslarga astag'firulloh kechirasizlar meni bu haqoratli so'zlarini aytayotganim uchun sud qanaqa jazo berdi deb o'ylaysiz? 6 oy ozodlikdan cheklash. Ya'ni uyida dam olib o'tirish. Kechqurun ko'chaga chiqmaslik. Bor yo'g'i shu. Biror inson huquqlarini himoya qilish idoralari, aytaylik, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman munosabat bildirdimi? Xuddi shu vazifani bajaradigan bolalar ombudsmani munosabat bildirdimi yoki O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha milliy markazi va uning 30 yildan beri almashmaydigan sodiq direktori agar ular munosabat bildirganlarda edi, shunday jirkan jinoyatni sodir qilgan amaldorlarga 6 oy ozodlikdan cheklash jazosi berilmagan bo'lardi. Prokuratura, Oliy sud nimaga bularga, bu jinoyatlarga panja orasidan qaradi? Vaholanki biz yaxshi bilamiz, haqiqatni aytib chiqqan, xalqni dardini aytib chiqqan blogerlar, jurnalistlarga xuddi shu sudlar 8 yil, 10 yil, hatto 12 yil qamoq jazosini berdi-ku, to'g'rimi? Qani adolat? Agar bloger shu jinoyatni qilganda, 8 yoshli go'dakni zo'rlaganda, blogerga 100 yil qamoq jazosi berardi shu sudyalar. Fransiyadagi xalqaro modalar uyi rahbari ayollar, juvonlar haqida noshoista bir jumlani aytib qo'ygani uchun iste'fo berdi. Tasavvur qiling. Modalar uyini rahbari Fransiyada. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ichki ishlar idoralari bilan birgalikda xotin-qizlarning 23 ta xavfli toifasi degan ro'yxat e'lon qildi. Tasavvur qiling. Xavfli ayollar 23 ta. Na qonunchilikka, na musulmonchilikka, na odamgarchilikka to'g'ri keladigan ushbu xatti harakat uchun biror kishi mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Eng yomoni, o'z taqdirlariga tahdid soluvchi bu loyihaga birorta ayol salbiy munosabat bildirgani yo'q. Bundan ham ortiq loqaydlik bo'ladimi? Vaholanki e'tibor berib o'qisangiz, xavfli ayollar ro'yxatiga faqatgina Senat raisi, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi, hokim bo'lgan ayollar, deputat ayollar, Xotin-qizlar qo'mitasidagi ayollar va majlislarning oldingi saflarida ko'kragi orden medallarga to'la ayollargina kirmaydi xolos. So'zimiz quruq bo'lmasin, shu ro'yxatni o'qib beraman. Birinchi, ilgari sudlanganlar. Ikkinchi, jinoyat sodir etganlar. Uchinchi, probatsiya hisobida turganlar, giyohvandlar, spirtli ichimliklarga ruju qo'yganlar, tajovuzkor ruhiy kasallar, xastalar, jinoyat sodir etishga moyillar. Shu joyi meni juda qiziqtirdi. Biz qanday bilamiz ayollarni jinoyat sodir etishga moyilligini? Ko'ziga qarabmi? Uzoq muddatga xorijga chiqib kelganlar. Qarang. Mening xotinim ham, qizlarim ham uzoq muddatga xorijga chiqib kelgan. Demak, ular xavfli ayollar ro'yxatiga kiradi. Uzoq muddatda xorijdan qaytganlar, yana meni ayolim va qizlarim bu ro'yxatga kiradi. Ma'naviy ko'makka muhtojlar, yana meni ayolim, qizlarim ma'naviy ko'makka muhtoj. Farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchilar, odob axloq doirasida huquqbuzarlik sodir etganlar, oila turmush munosabatlar doirasida huquqbuzarlik sodir etganlar, ichki ishlar bo'limlari ta'lim muassasalarida hisobida turgan qizlar. Ta'lim muassasalari hisobida turgan qizlar. Bu degani hamma talaba qizlar. Bunaqasi ham bor. Suitsid sodir etgan, ya'ni o'z joniga qasd qilgan xotin-qizlar. U bechoralar o'zi turmushda qiyinligidan joniga qasd qilgan yana xavfli ayollar ro'yxatiga kiritiladi. Ajrim yoqasiga kelib qolgan ayollar, astag'firulloh. Ishsiz xotin-qizlar. Ana yana bizda ayolimiz va qizlarimiz bu ro'yxatga tushdi. Chunki ular ishsiz.
Ishi yo'q. Kam ta'minlanganlar, yana bizning ayolimiz va qizlarimiz. Toshkent shahrida vaqtincha istiqomat qiluvchi xotin-qizlar, ro'yxatsiz yashayotgan xotin-qizlar, tilanchilik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar, voyaga yetmagan qizlar, qarang 21-punkt. G'alati. Voyaga yetmagan qizlar, ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan hamma qizlar xavfli ayollar ro'yxatiga kiritilar ekan. Va yosh qizlar deyapti. 18 dan 30 gacha bo'lgan qizlar. Demak, 30 yoshgacha bo'lgan har qanday qiz xavfli ayollar ro'yxatiga kiritilar ekan. E'tiborga muhtoj xotin-qizlar. Qaysingizni ayolingiz, qaysingizni qizingiz e'tiborga muhtoj emas. Meni ayolim, meni qizlarim e'tiborga muhtoj. Demak, ular xavfli. G'alati emasmi? Ro'yxatni ko'chirib oling va uyingizda nechta xavfli ayol bilan birga yashayotganingizni bilib qo'ying. Davlat va hukumatning loqaydligi odamlarning loqaydligiga nisbatan baholansa fojia bo'ladi. Davlat va hukumat o'z fuqarolarining arz-dodiga loqayd bo'lsa, davlatning o'zi tanazzulga uchraydi. Yaxshi bilamiz, O'zbekiston prezidentining portali, keyinroq bosh vazirning portali tashkil qilindi. Odamlar juda xursand bo'ldi. Bu portalga minglab, yuz minglab kishilar murojaat qildi. Undan keyin viloyatlarda, har bir tumanlarda xalq qabulxonalari tashkil qilindi. Ishdan olingan ichki ishlar boshliqlari, prokurorlar bu xalq qabulxonalariga boshliq qilib qo'yildi. Ularga yaxshi ish joylari tashkil qilindi, lekin xalqning muammosi hal bo'lib qolgani yo'q. Xalq qabulxonalari nima bilan shug'ullanayotganini bugun hamma yaxshi biladi. Kim ichki ishlar xodimini ustidan shikoyat qilib borsa, xalq qabulxonasi bu shikoyatni ichki ishlar boshqarmasiga yuboradi. Prokurorning ustidan shikoyat qilib borsangiz, albatta bu shikoyat prokuraturaga yuboriladi. Birorta sudyaning ustidan shikoyat qilsangiz, albatta bu ish yuqori turuvchi sud idoralariga yuboriladi. Ya'ni kimni ustidan shikoyat qilib borsangiz, shu idoraning rahbariga sizning shikoyatingiz yuboriladi. Rahbar nima qiladi? Xodimini siz ketavering, biz quloqini burab qo'yamiz deydi. Yoki qo'pol qilib aytsa, qayerga borsang bor, shikoyating baribir mening qo'limga kelib tushadi. Men esa bilganimni qilaman deydi. Bu ham mayli. Keyingi yillarda asosan bir 2 yilning ichida boshqa narsaga guvoh bo'lyapmiz. Davlat va hukumat loqayd bo'lsa ham mayli edi, tanqid qilgan yoki shikoyat qilgan kishining arz-dodiga loqayd bo'lmayapti. Teskarisi bo'lyapti. Ya'ni blogerlar, jurnalistlar ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqayotgan kamchiliklarni bartaraf qilish o'rniga blogerlarni bartaraf qilyapti. Kamchilikni tuzatish o'rniga blogerning ovozini o'chirish, qo'pol qilib aytsak, uning og'zini yirtish rahbarlarga osonroq ko'rinib qoldi. Keling, o'zimni hayotimda bo'lgan bitta voqeani aytib beray, quruq bo'lmasligi uchun. Samarqand shahriga tramvay keldi. Kimlarni xursand qildi, kimlarning dilini vayron qilib. Nimaga bunday deyapman? Samarqand shahar temir yo'l vokzalidan to Siyob bozorigacha bo'lgan joyiga tramvay qatnaydigan bo'ldi va tramvayni yo'lini, relsini o'rnatish uchun juda ko'p odamlarning uylari buzildi. Ana o'shanda bir qiziq voqea bo'ldi. Samarqand shahar hokimi, o'sha paytdagi Samarqand shahar hokimi bir ro'yxat tuzdi. Buni otini rasamadi deymiz o'zbekchasiga. Ya'ni kim nima qilishini, rejasini belgilab, o'zi qo'l qo'yib, muhr urib tarqatdi. Tasavvur qiling, maktablar, kollejlar, litseylarni direktorlariga, kasalxonalarni bosh vrachlariga va eng qizig'i kasalxonalarning bo'lim boshliqlariga har biriga har kuni 20 tadan mardikor olib chiqishni tasavvur qiling. Bir oy davomida 30 kun 20 tadan mardikorni olib kelish, olib borib qo'yish, uni bir kunlik pulini berish, 3 mahal ovqatlantirish,
kamiga ularga kerak bo'ladigan o'sha uy buzishga kerak bo'ladigan belkurak deysizmi, bolta deysizmi, lom deysizmi, ish qilib shunaqa qurollar bilan ham ta'minlashni ularni bo'yniga yukladi. Endi tasavvur qiling, bir tug'ruqxonada bir bo'limida, tug'ruqxonaning bir bo'limida bitta vrach ishlaydi, ikkita hamshira ishlashi mumkin, 4 ta xodim ishlashi mumkin. Farrosh deymizmi endi? Ular sanitarka deydilar o'zbekchalab. Mana shu xodimlar 20 ta mardikorni bir oy davomida olib chiqish uchun, ularni haqini to'lash uchun, qorinni to'ydirish uchun qancha pul yig'ish kerak? Har biridan qanchadan pul yig'ilish kerak? Va bu pulni o'rnini qayerdan qoplaydi? Qanday qilib qoplaydi? Keyin biz ayuhonnos solamizki, tug'ruqxonalarda doyalar, hamshiralar bizni qizlarimiz tuqqanda, kelinlarimiz tuqqanda suyunchi puli deb pora olishyapti deb. Shahar hokimi bunaqa buyruq chiqarib turgandan keyin ular pora olmasdan nima qilsin? Ko'rdingizmi? Men o'sha kuni bong urdim. Bu shahar hokimining buyrug'i qo'limga tushib, o'sha kuni bong urdim. Shahar hokimi mana shunaqa ish qilyapti deb. Qizig'i keyin boshlandi. Shaharning gazetasi bor. Samarqand shahar hokimligining Samarqand degan gazetasi bor. Uni redaktorini, ya'ni muharririni hokim o'zini huzuriga chaqiribdi-yu, Karimberdi To'ramurod degan jurnalist tanisam, ha, taniyman. Shuni borib bu yoqqa olib kel. Nima qilasiz debdi redaktor. Og'zini yirtaman debdi hokim. Yaxshi debdi muharrir. Endi bir narsani bilib qo'yingki, Karimberdi To'ramurod hokim buva chaqiryapti desam, oldimga tushib yugurib keladigan odam emas. Siz uni yaxshi bilmas ekansiz. U kelmaydi debdi. Hech qachon kelmaydi hokimiyatga debdi. Bo'lmasa raddiya yoz debdi. Nima deb raddiya yozaman? Ha, mana shu maqolasi noto'g'ri, undoq emas, bundoq emas. Agar Karimberdi To'ramurod yozgan maqoladagi faktlarini 1% noto'g'ri bo'lganda raddiya yozgan bo'lardim. O 100% haqiqatni yozib turibdi. Siz buni o'zingiz yozib, o'zingiz imzo chekib, o'zingiz muhrlagansiz. Qanday qilib raddiya yozaman desa, uni ham yo'qol deb chiqarib yorib, o'zim raddiya yozaman debdi. Haqiqatan hokim raddiya yozdi. Nima deb yozdi deysiz? Nima deb o'ylaysiz? Maktab direktorlari, kollej, litseylarning direktorlari va o'sha kasalxonalarning vrachlari o'zlari murojaat bilan chiqishdi menga. Mana shu uylarni buzishga biz ham hissamizni qo'shaylik. Bu muborak ishdan chetda qolmaylik. Bizga imkoniyat bering. Biz shu uylarni o'zimiz buzib beramiz. Mardikor yollaymiz, ularga ish qurollarini yetkazib beramiz. Shunga bizga ruxsat bering degan mana murojaatnomalarini o'zlari yozishgan deb raddiya yozdi. Keyin men hokimning raddiyasiga raddiya yozmayman degan bir maqola yozdim. Unda o'sha kasalxonalarini bo'lim boshliqlariga kelib, hokimni shaxsan o'zi yoki yordamchilari oldingi sana bilan, eski sana bilan mana shunaqa murojaatnomalarni yozdirib, imzo chektirgani haqida o'sha direktorlar, boshqalar gapirganini qo'yib, raddiya qildim. Shunda yana bir qiziq voqea. Shahar ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini hokim o'zini huzuriga chaqirib, bir ikkita melisa bolalardan bergin. Ana u bir Karimberdi To'ramurod degan jurnalist bor ekan, borib shuni jag'ini sindirib kelsin debdi. Qarang endi, hokimning topshirig'ini qarang. U nima degan, kim degan jurnalist desa, Karimberdi To'ramurod. U chataq jurnalist, uni jag'ini sindirgani o'zim boraman debdi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i. Chunki u meni eski tanishim edi, bir-birimizni yaxshi bilar va hurmat qilar edik. U keldi haqiqatan. Nima bo'ldi? Hokimni nima deb xafa qildingki, u jig'ibironi chiqib yotibdi dedi. Men hokimni o'zini qilgan ishlarini ko'rsatdim va meni yozgan maqolamni ko'rsatdim. Shunda u kulib, bilasanmi meni nima uchun yubordi dedi. Seni jag'ingni sindirib kelish uchun dedi. Ko'rdingizmi? Hokimlar qanaqa yo'l tutadi. Shu kamchilikni bartaraf qilishning o'rniga kamchilik olib chiqqan jurnalistni og'zini yirtishga harakat qiladi. Misollar juda ko'p bunga. Bu juda ham ko'p. O'zbekiston inson huquqlarini himoya qiluvchi ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov o'tgan yilgi hisobotida juda ajoyib fikrlarni aytadi. Shavkat Mirziyoyev tashabbusi, qo'llab-quvvatlashi bilan insonlar, oddiy fuqarolar, jurnalistlar, blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda bemalol kamchiliklarini aytayotganligi, xalqni dardini olib chiqayotganliklari bu yerda keltiriladi, lekin
shunga qaramasdan so'z erkinligini cheklashlar, blogerlar, jurnalistlar tazyiqqa, ta'qibga uchrayotganligi ham keltirib o'tiladi. Agar sizni qiziqtirsa, ezgulik jamiyatining yillik hisobotini olib o'zingiz bemalol o'qib chiqsangiz, u yerda juda qiziqarli ma'lumotlar ko'p. Biz o'sha uzun bir ro'yxat keltirilgan, kimni qanchaga qamalgani, kim qaysi ayblar bilan ayblangani haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Qisqagina bir ro'yxatni bir qismini o'qib beraman. Aholi salomatligi uchun yaroqsiz mahsulotlarni ishlab chiqargani, sotganini tanqid qiladigan aktivist muallifi bloger Hoji Akbar Nosirov 15 sutka. Dilime taxallusi bilan tanilgan bloger Dilshod O'rozboyev, Human.uz saytining direktori Xurshid Daliyev 7 yil, Siyovush Hoshimov 7 yil qamalgani, Ahmadullo Ahmadjonov 3 yil, Mavjuda Mirzayeva ayol kishi 5 yil ozodlikdan cheklash jazosi bilan jazolangani, Sof.uz nashri salkam 4 milliard so'mga jarimaga tortilgani, Olimjon Haydarov 8 yil ozodlikdan mahrum qilingani, jurnalist Abduqodir Mo'minov 7 yil 3 oy ozodlikdan mahrum qilingani, jurnalist Anora Sodiqova to u Rost.uz nashridan ishdan ketmaguncha bu tazyiqlar to'xtamagani, bugun ham uning mahkamaga tortilgani yozilgan. Anora Sodiqova bugun ham bir bosimlar ostida ishlayapti. Siz yaxshi bilasiz, uni tadbirlari ham kulgili, tragikomedik deydi-yu. Shunaqa tarzda tadbirlarga to'sqinliklar qilinayotganligini biz guvohi bo'ldik. Bloger Elmurod Odilov telefoni sindirilib, o'zi xodimlar tomonidan kaltaklangani, Nasaf News nashri va u 3 ta bloger faoliyatini to'xtatganligi, Kapitan Karimov blogi muallifi Umid Karimov faoliyatini yakunlaganligi, Otabek Ortiqov hamda Avtoblog.uz muallifi Maqsud Muzaffarov faoliyatini tugatganligi, bularning har qaysi qisqa muddatli qo'shtirnoq ichida sanatoriylarda dam olib kelganligi ham mana shu ezgulik jamiyatining hisobotida keltirib o'tilgan. Yaqinroqdagi misollarga o'tamiz. G'ayrat Do'stov esingizdami? O'sha metan zapravkada xalqni dardini aytib chiqdi. Gaz yo'qligini aytdi. Haqiqatan gaz yo'qmidi? Yo'q edi. Yo bormidi? Zapravkalardagi navbatda turgan mashinalar 2-3 kilometrga cho'zilib ketgan edi. Buni endi xaspo'shlash uchun, buni ko'rmaslik uchun odamning ikki ko'zi oqib tushgan bo'lishi kerak-da endi. Ko'zi ochiq odam buni mana shu eng katta yo'llarda, masalan Samarqand Toshkent yo'lidagi barcha yoqilg'i quyish stansiyalarida bu uzundan uzoqlar 8 kilometrga ketgan navbatda turgan mashinalarni o'zim ko'rganman. Xuddi o'sha paytda G'ayrat Do'stov shu muammoni olib chiqdi. Nima bo'ldi? Hukumat bu to'g'ri aytayapti deb gaz berishni yo'lga solsa, o'sha yerdagi yoqilg'i quyishni tartibga solsa bo'larmidi? Bo'lar edi. Nima qildi hukumat? Oson yo'lni tutdi. Ya'ni G'ayrat Do'stovni darrov qamoqqa olib kirib qo'ydi. 15 sutkaga qamadi. Endi ko'pchilikning talabi bilan 8 sutkada uni ozod qildilar, lekin qanday ozod qildilar siz ko'rdingiz. Bulbulday sayrab yotgan yigit 8 kunda soch soqoli oqargan, munkillagan, o'zi yura olmaydigan, boshini to'g'ri tutib tura olmaydigan bir cholga aylanib qoldi va hatto u sud zalida yiqilib, hushidan ketib, gup etib ag'nab tushdi. Yana sudiyani aytgan gapi esingizdami? Shu haqiqatni aytishga arzirmidi? Haqiqatni aytishingiz mana shu qamoqni bir sutkasida o'tirishga arzirmidi dedi. U azoblarni ko'rgan, boshini tutolmaydigan bo'lib qolgan yigit nima deydi? Arzimaydi deydi. Shundan keyin biron kishi bir muammoni aytishga jur'at qiladimi? Keling eng yaqindagi yangiliklardan aytamiz. Yangi voqealardan aytamiz. Urgut tumanida yo'llarni rasvo ekanligini o'ziga xos ko'rinishda ko'rsatdi bir yigit. Ya'ni yo'llarning o'rtasida shunday o'ydim chuqurlar borki, yomg'ir yoqqan payti u yerga chuqurlarga yig'iladigan suvga bemalol cho'milish mumkin dedi va uni amalda ko'rsatdi. Ya'ni yo'lning o'rtasidagi chuqurga tushib cho'mildi. Nima bo'ldi? Hukumat
tuman hokimligi yoki yo'l qurilish boshqarmasining boshliqlari darrov kelib boyagi chuqurlarni chiroyli qilib asfalt qilib qo'ydimi? Yo'q. O'sha yigitni o'zini darrov 15 sutkaga qamashdi. Ko'rdingizmi? Azizlar, men o'zim Urgut tumanida yashayman va u yo'lni men juda yaxshi bilaman. Ishonasizmi? Xuddi o'sha yo'l. Men yashaydigan Birlik degan mahalladan to Urgut tumani markazigacha bo'lgan 15 kilometrlik yo'lda urush haqidagi filmlarni suratga olsa bo'ladi. Men shu mahallamizdan Urgut tumani markazigacha bir marta "Mali bu minib o'ting" deb prezidentga oz emas, ko'p emas, 43 marta video murojaat qilganman. Shu yo'lni ko'rsatganman. Afsus, 43 marta murojaatimni bittasiga ham na prezident, na viloyat hokimi, na tuman hokimi, na yo'lga mas'ul bo'lganlardan birortasi javob bermadi. Bu meni, ya'ni bir jurnalistning murojaati edi. Keling, sizlarga Samarqand viloyat teleradio kompaniyasi mening qishlog'imdagi yo'l haqida olgan lavhasini e'tiboringizga havola qilamiz. Siz bu video lavhadan men yashaydigan qishloqni ko'chasi qanaqa ekanligini, qanaqa bo'lganini ko'ring va Urgutdagi ko'cha haqida lavha e'lon qilgan yigit haqiqatdan qamaldimi yo nohaq qamaldimi mulohaza qiling. Marhamat. Samarqand viloyat teleradio kompaniyasiga Urgut tumani Birlik mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi bir guruh fuqarolar mahallaning tuman va viloyat markazi bilan bog'laydigan asosiy yo'lning ta'mir talabligi yuzasidan murojaat qilgan edi. Mazkur yo'l Urgut tumanidagi 4 ta mahallani tuman markazi bilan bog'lovchi asosiy yo'llardan biri hisoblanadi. Bugungi kunga kelib bu yo'l yaroq holatga kelib qolgan. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi hisobidagi yo'l kuz-qish mavsumining birinchi yog'ingarchilik kunlaridan abgor holatga tushdi. Xulosa qilib aytsak, azizlar, O'zbekistonda qandaydir kuchlar prezident olib borayotgan xalqparvar siyosatga zid, ya'ni prezidentga qarshi siyosat olib borayotganga o'xshaydi. Bu nimada ko'rinadi? Prezidentimiz juda ko'p marta, juda ko'p joylarda xalq bilan bo'lgan uchrashuvlarda aytdilar. Aynan bizga, jurnalistlarga, blogerlarga aytdilar. Menga haqiqatni aytinglar dedi. Kamchiliklarni aytinglar, menga ko'rsatinglar, qo'rqmanglar, orqalaringda men turibman dedilar. Lekin aynan prezidentning mana shu gaplaridan keyin kamchiliklarni aytgan, xalqning dardini aytgan juda ko'plab blogerlar, jurnalistlar qamaldi, katta-katta jarimalarga tortildi, og'zi yirtildi. Nima qilmoq kerak? Loqayd bo'lmaslik kerak. Azizlar, loqayd bo'lmaslik kerak. Ibrohim alayhissalom olovga otilganda, kattakon gulxanga otilganda, esingizdami bir chumolini rivoyat? Chumoli, mittigina chumoli og'zida shu gulxanni o'chirish uchun suv olib borayotgani haqidagi rivoyat esingizdami? Unga boshqa mahluqotlar "Ey bechora chumoli, seni og'zingga qancha suv sig'ardi-yu, bu katta gulxanni o'chira olasanmi?" deb kulganlari. Va chumolining javobini unutmang. Nima degan edi? Gulxanni o'chira olamanmi, o'chira olmaymanmi? Bu boshqa masala. Lekin mening kim tomonda ekanimni aytishim, bildirishim muhimroq. Buyuk bir muammolarni hal qila olmassiz, lekin adolat tomonida, haqiqat tomonida ekanligingizni
hech bo'lmasa bildirib qo'ying. Izhor qilib qo'ying. Qaysi tarafda ekanligingizni, ya'ni grajdanlik pozitsiyasi deydi-yu. Inson sifatida bu mening fikrim deb o'z fikringizni ayting. Menga nima demang. Menga nima deb turganingiz bu falokat ertaga aynan sizni boshingizga, millatning boshiga tushishi mumkin. Unutmang. O'zingizni va farzandlaringizni ehtiyot qiling.